Mana sening bu videoni chiqarishdan maqsad nima o'zi? Bu qahramon tabib ommani odami. Omma bu odam qanaqaligini bilib olish. Singlim, siz u tabib bilan qanaqa qilib tanishib qoldingiz? Men pizzaga kirdim. O'sha to'rtani kutib o'tirganda o'sha yerda ko'rdim uni. Keyin o'tqoq morgani uchun endi ko'p joyga men murojaat qilganman, doktorlarga, hamma bormagan tabibim ham qolmagan. U ham tabib bo'lgani uchun o'sha oldiga borib so'radim, o'zim kasalni aytdim, o'tqoq morayotganini. Keyin u o'sha qo'lim ushlab ko'rib diagnoz qo'ymoqchi bo'ldi. Boshida qo'limni tortib oldim. Keyin nimaga desam, o'sha diagnoz qo'yishim uchun qo'lingizni ushlashim kerak dedi. Xo'p deb berdim. Qo'limni ushlab diagnoz qo'ydi. Xuddi meni o'tqoqim olishning sababi Jenskiydan ekan. Sizni nomeringizni tabib qayerdan oldi? Men undan o'sha dorisini davolanishimni so'radim. O'shanda nomer almashib olishimizni aytdi, so'radi. Keyin kechdan oldin men bizni nomer almashib oldik. Nomeringizni olgandan keyin siz yozdingizmi unga yoki u sizga yozdi? Endi davo menga kerak-ku, men birinchi bo'lib yozdim. O'sha srazu stiker chiqib turadi-ku, salom degan o'shanaqa stikerni tashlab qo'ydim. Keyin o'sha paytdan keyin yozishni boshladi menga o'sha kundan o'zbek. O'sha boshida yaxshi plus salom alaykum qilib yurganimizda, o'sha men o'zimni kasalliklarimni davosini so'rab yurganimdan keyin уже u shu menidagi kasallik jenskiyga bog'liqligini aytgan. Keyin erga tegsang o'tib ketadi deb menga ikkinchi xotin bo'lgan, men senga evaziga kvartira beraman, o'sha yerda yashaysan dedi. Undan keyin o'zini har xil joylarini tashladi. Seni ko'rganimdan beri yoqtirib qolganman. Seni ko'rganimdan beri o'sha jinsiy joyini ko'rsatib, men kerakli hamma joyga murojaat qildim. Hozir endi ular javobini kutguncha men blogerlarga ham endi murojaat qilaman. Chunki bu ommani odami kimligini bilib olish kerak ham. Nimaga siz uni bloklamadingiz? U menga o'sha jinsiy joylarni tashlagandan keyin men unga ustingda yozaman deb sразу bloklab tashlaganman. O'sha jinsiy holatlarini sizga tashlagandan keyin sразу blokladingizmi yoki qancha vaqt ichida blokladingiz uni? Jinsiy joylarni tashlagandan keyin, men o'zim ko'rgandan keyin ustingda yozaman dedim. U o'sha paytda Telegramdan menga telefon qildi. Qayoqqa yozsang yoz, umuman foydasi yo'q. Baribir men tuzatgan odamlarim seni yozgan arizalaringni o'zingga qarshi qo'llaydi dedi. Keyin men shartli qo'yib uni cho'rni qilib tashladim o'shandan keyin. Ro'molda sizga bitta savol beraman. Sizni sochingiz qanaqa rang? Men sochimni hech qachon bo'yatmaganman, har doim qop-qora rangda bo'lgan. Xo'p, yana siz ekspertiza ham qildirdingiz. Ekspertizalarda ham o'sha umuman bo'yalmaganligi shunday kelib chiqqan. U sizni yana nima deb qo'rqitdi? Uni aytishi bo'yicha o'zini videosida menga yetib kelgan. Meni o'sha urib mayib qilib videosini olishni zakaz qilgan. Undan tashqari o'sha odamlar meni uyimga kirib, narsalarimni, mol-mulklarimni o'g'irlab, meni hech narsasiz qoldirishni ham zakaz qilgan. Agar unga o'sha meni urib mayib bo'lganim, men yo'q bo'lganim bo'lishim kerak bo'lsa, kutsin. Agar unga qarshi o'sha qonuniy choralar ko'rilmasa, men o'zimning jonimga qasd qilaman, lekin meni oila a'zolarimga tegishga haqqi yo'q. Meni o'zimdan emas, men uydagilarimdan, onamdan ayniqsa qo'rqaman, ularga nimadir ziyon yetishidan. Xo'p, singlim, hozir siz qayerda yashaysiz? Men o'sha hozir uyimdagi hamma mol-mulklarimni olib chiqib ketib, qarindoshimnikida yashayapman, bekinib. Qachondan beri bekinib yashaysiz? O'sha u bitta odamga zakaz bergan videosini ko'rganimdan beri umuman uydan chiqmasdan bekinib qarindoshimnikida yashayapman. Qaysi ana dumaloq videomi? $10,000, $20,000? Sizni yana nimalar dedi? Meni u fohishalikda, narkomanlikda aybladi. Xohlagan doktorga boramiz. Menda shu narsalar bo'yicha spravka bor. Singlim, siz nimaga blogerlarga murojaat qildingiz? Chunki hamma kerakli joylarga o'sha qonuniy
javob beradigan hamma joyga yozib bo'ldim. Endi bu odam baribir bloger, omma taniydi, butun bir o'sha xalqimizni taniydi. Xalqimizda bu juda ham farishtadek chiroyli ko'rinadi. Lekin o'sha odamning asli yuzini ochib berish uchun, butun bir xalqimizni bilish uchun u odam qanaqaligini men murojaat qilmasam boshqa kim murojaat qiladi? U shunaqa qilib yurganlari bitta men emas ekanman. Ko'pchilik bu borada etolmasdan o'sha akalari, ukalari chiqib, tepaga chiqib, umuman uyalib, bilmayman, o'shaning uchun ham men oxiri blogerlarga murojaat qilishga qaror qildim. Mana shu hamma gapirgan gaplaringizga aniq fakt, dalillaringiz bormi? Aniq fakt va dalillarim bor. Ortig'i bilan turibdi telefonimda. Lekin bu narsani ertaga sudda o'sha aniq bo'lib, sudda uni yuzi qora bo'lgandan keyin hamma biladi. Ertaga sudda qarori chiqqandan keyin erkaklar, umuman uni hamma tarafini olayotgan hamma odamlar, ayniqsa erkaklarimizni bilib qo'yinglar, dayus bo'lib qolishinglar mumkin. Chunki sizlarni ham singlingilar, opanglar, onanglar bordir, xotininglar bordir. U shunaqa qilib yuraversa, ertaga boshqa qizlar ham mana shunaqa boshiga tushadi-ku. Singlim, u odamning izohi bo'yicha sizga tashlangan video va rasm materiali sun'iy intellektda yasalgan, uni men unga tashamaganman, unga meni akkauntimga kimdir ham kirib tashagan deyapti-da. Endi uni ssenariysi bo'yicha siz nima deysiz shunga? U tashagan videolar o'zimda hammasi turibdi. Birinchidan, ikkinchidan aniq o'ligini polniy dalillari ham bor. Eng kichkina detallarigacha hamma narsa inobatga olingan. Birinchidan, ikkinchidan bu narsa hammasi sud ekspertizadan shundoq o'tiladi, aniq bo'ladi o'sha narsa. Chunki mendan umuman foyda yo'q kimdadir ustidan tuhmat qilishga. Aniq o'zligini tan oladi ertaga sudda. Qarang, sizga $100 berib o'sha yomon ishlar bilan shug'ullanaman deb sizga $100 taklif qilib skrinshotlar tashagan. U skrinshotlarga nima deysiz? Hammasi tuhmat. U yoki boshqa odam bilan shunaqa meni profilim rasmini olib qo'yib, ismini Bonu deb sahnaga qo'ygan yoki bo'lmasa umuman yasagan shu rasmlarni. Lekin uni o'sha skrinshotlari hech qanday dalil bo'la olmaydi. Chunki aniq fakt men bilan umuman yozishmagan. Ertaga u profilga kirsa ham, kira olmaydi ham, chunki u profil men emasman. Birinchidan nomerlari ham turadi, nickname'lari ham turadi Telegramda. Singlim, qarang, menga hozir Mamta aqlli odamlar bor-da. Ular menga fitna deyishyapti. Bu narsalar hammasi yolg'on deyishyapti. Endi siz bunga nima deysiz? Men o'zim endi 18 ga to'layotgan bo'lsam, birinchidan, ikkinchidan u choldan menga umuman hech qanaqa manfaat yo'q. Men nima qilaman? Butun bir o'sha ommaga chiqib, videolar olib, yozib, sudlarga chiqib, sharmanda bo'lib, menga umuman zarur emas, umuman kerak emas. Shunchaki men bu insondan o'zimni o'tqoq morayotgani uchun kasalim etib davo so'raganman. O'sha paytda mendan shu narsani bahona qilib, nomerimni olib qolib, dorini ham bermasdan turib, cho'zib, o'sha menga erga tegsang, mana bunaqa bo'ladi, mana bunaqa bo'ladi deb har xil gaplar qilib, keyin oxiri o'sha joylarni tashagandan keyin men uni cho'rnay qilganman. Singlim, ommadan nimani talab qilasiz? Bittagina maqsadim butun bir omma bilib qo'ysin. Bu qanaqa odamligini, bizani O'zbekistonimizda davlat bor. Unda qonunlar bor. Qonunli ishlashini, o'shanga qarab javob berishini ham bilib qo'ysin. Bu odamni ayollarga qitmirchilik qilayotganini butun bir omma bilib qo'ysin. Chunki bu odam oilali, bola chaqali odam. Ayniqsa ikkita xotini bor, ya'ni boshqalarni ham qulog'iga lag'mon osib yuradi shunaqa qilib. Qarang, ommaga sizni haqoratlab video qo'ydi, to'g'rimi? Keyin u videoni o'chirib tashladimi shunda? Ha, o'zining gruppasidan o'sha skrinshotlarni ikkita tashagan video сообщенияларni o'chirib tashagan. O'tda nima gap bo'lgan? O'tda go'yoki men hijob kiyib olganman, hijob orqasida shunaqa ishlar qilib yurganman, shunaqa narsalar so'raganman, keyin men unga tuhmat qilganmishman. Endi yana bitta sizga seriozniy savol. Singlim, qo'pol bo'lsa ham aytaman. Siz unga qanaqadir rasmlar, videolar formatda Telegramdan tashladingizmi? Men unga hech qanaqa video tashamaganman, hech qanaqa video ham rasmini tashamaganman hech qachon. Endi yana bitta sizga savol.
sochingizni rangi qanaqa? Mani sochim rangi o'zi ekspertizada aniqlangan, u hech qachon bo'yalmagan. Sochim hech qachon bo'yalmagan, hech qachon sharsa qilinmagan. Shunda sizni sochingiz qora. Ha. Telegramda tashlangan videoda o'tda bitta sariq qiz kalt yubka kiygan qiz, to'g'rimi? Uni figurasi ham menga o'xshamaydi, sochini rangi ham. Prosta hijobda bo'lganim uchun men sochim qanaqa rangda bo'lganini bilmagan. O'shaning uchun ham любой qizni rasmini olib tashirgan. To'g'ri. Ani skrinshotlar ham ani $100 beraman, u yoq qilaman degan skrinshotlar ham ular ham yolg'on ekan-da bo'lmasa, bu siz rasmingizni qo'yib bitta profilga yasab Instagramga qo'ygan ekanda. Ha, o'sha o'zim Telegram gruppasida tarqatib yuborgan. Go'yoki men o'zimni profilimdagi rasmni olgan, o'zim glavniy o'sha gaplashgan qizini glavniy rasmiga qo'yib, go'yoki men u bilan o'sha o'zimni tanamni sotmoqchi bo'lib, keyin o'sha nimadir narkotik narsa so'raganman. O'sha narsaga pul ham so'ragan ekanman undan, go'yoki uni aytishi o'sha skrinshotlar bo'yicha. Go'yoki o'sha men bilan yarashgan bola, keyin qahramon o'zi ham meni blok qilganmish. Lekin bu narsalar hammasi noto'g'ri. Men uni birinchi blok qilganman, undan keyin hech qanaqa hech kim bilan yozishmaganman. Singlim, siz qanaqadir narkologik dispanserlarda uchotda turasizmi? Men hech qanaqa narkologik dispanserlarda ham, ruhiy asab kasalliklari dispanserlarida ham turmayman ro'yxatda uchotda. Xo'p, yana bir savol. Siz narkotiklarni iste'mol qilasizmi? Hech qachon. Hech qachon. Sigaret ham chekmagansiz, yoshligingizda ham turlat qilmagansiz, to'g'rimi? Hech narsa qilmaganman. Men xohlardimki, siz mana shu videoni qo'yganingizdan keyin hamma tanishlar bir-biriga tarqatib tashlab, bir-biriga ulashib, bu odamni hamma bilishini, butun bir o'sha O'zbekistonimizni, kerak bo'lsa chet ellardagi o'zimizning fuqarolar ham bilib olishini xohlardim. Hamma shu odamning haqiqiy yuzini bilib olishini xohlardim. Mani bittagina bu yerda hozirgi so'zlarim emas, xudo xolisa sudda javob chiqqandan keyin sud orqali ham hamma shundoq javobini bilib oladi fakt bilan. Singlim, siz Instagramda chiqasizmi? Yo'q, men umuman hech qanaqa Instagramlarda ham, boshqa saytlarda ham chiqmayman. Men o'zi endi 18 ga to'layotgan qizman. Erkaklar bilib qo'ysa, uni oldini olayotgan odamlar hammaga tegishli. Sizlarni ham menga o'xshagan opanglar, singillar bor, onanglar bor, xotininglar bor. Ertaga shu kunlar xoh bundan bo'ladimi, xoh boshqa odamdan bo'ladimi, boshiga tushmasligi uchun, har bitta ayol o'zining haq-huquqlari borligini bildirib qo'yish uchun men hamma joyga murojaat qilaman qo'limdan kelgancha. Mana hurmatli obunachilar, ko'rdinglar, eshitdinglar, bildinglar, hammamizning opa-singillarimiz bor. Endi bu qizni yomonlab yozayotgan erkaklar, meni yaxshilab eshitib olinglar. Ertaga xudo xolisa sud bo'ladi. Suddan keyin men sizlarni saqlanib qilib yuribman. Mana shu yozayotgan har bitta narsalarni sud tugagandan keyin men faktlar bilan o'sha yozgan narsalarni post qilib joylayman. Dayuslar nima gap deb yozib qo'yaman. Endi sizga savol. Ayol kishining orqasidan kelibsan, u yoq bu yoq deb yozishyapti. Sizni ham singlingiz bordir, sizni ham opangiz bordir. Bu ojizalarga kim yordam beradi? Kim yordam beradi? Men yordam bermasam, u yordam bermasa, rangi oqar yotibdi. Realni qo'rqib qolgan. Umuman qo'rqib qolgan. Ishoning, mana shu ko'chada yursa, chapga o'ngga hamma yoqqa qarayapti. Men buni qo'rqoq odamni ko'rmaganman. Ani oka lekin rosa qo'rqitib qo'yibdi bechora qizni. Endi bu odamdan qonuniy chora ko'rishinglarni iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Muttasida xodimligi joninglar sog' bo'lsin. Mana shu video hamma sizlarning savolingizga javob bo'ldi. O'zim ham bunaqa videolar qilmayman, to'g'risi. Bu qizni kelib qolish sababi aka-ukalarimiz iltimos qilishdi, mana shu ojizlarga yordam bergin deydi. Men bu tarixini eshitib, mana shu keldim. Hurmatli fuqarolar, shahar bedarvoza emas. Kelib bizani singillarimizga, opalarimizga takoy движениyalar qilib, takoy xotlar qilib va mag'zavalarni adarib o'yin qiladigan joy emas. Hurmatli hamshaharlar, iltimos mana shu videoni chuv hamma yoqqa uchiringlar. Chunki ogohlik davr talabi o'kadi. Joninglar sog' bo'lsin.